Hammaga xayrli kun. Biza bugun ikkita trekker mashinasini olib qo'yganmiz. Bu trekker mashinamizga Pandora'ni GPS modelidan qo'yib beramiz. Bilasizlar, kunlarimiz sovib boryapti. Telefon orqali klimat kontrollarni, sideniya obogreflarni, undan tashqari mashinani qizdirish, ya'ni mashinani zavod qilish ham telefonlar orqali boshqaradigan qilib beryapmiz. Bu trekker mashinamizga bo'ladigan bo'lsa, Pandora'ni 4G modelini qo'yib beryapmiz. Bunda ham o'zlarining telefonlari orqali bemalol zavod qilish, klimat kontrollarini, sideniya obogreflarini ham bemalol boshqarsalar bo'ladi. Chunki kun sovuganda aynan mashinani uydan turib zavod qilish, klimat kontrollarini boshqarish, bilasizlar, trekker mashinalarida kojani sideniya bo'ladi. Sideniya obogreflarini yoqib qo'ysak, qishda ham bemalol komfortda harakatlanish imkoniyatini beradi. Bilasizlar, bizda hozirgi kunda bor yo'g'i 299 ming so'm evaziga bazaviy ustanovkani kelib o'rnatib ketishingiz mumkin. Pandora signalizatsiyalarini ham bemalol muddatli to'lovga olish imkoniyati bor. Bizdan uzoqlashmanglar, bizani kuzatib boringlar. Yana ham yaxshi yangiliklarni tez kunlarda sizlarga e'lon qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.